Erkak kishi testosteron qonda kamayganligini laborator tahlili topshirmasdan ham bilish mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga buni sirni aytaman. Assalomu alaykum. Men urolog shifokor Hoshimov Nodir Norliyevich. Erkak kishida testosteron kamligini bir qancha belgilari hamda o'lchov usullari haqida sizlarga bugun aytib bermoqchiman. Testosteron kamligining belgilari. Birinchisi, doimiy charchoq, asabiylashish, jizzaki bo'lib qolish, jismoniy faoliyatdagi suslik, layoqatsizlik, xotira pasayishi hamda jinsiy zaiflikning rivojlanishi. Ko'pincha qorni bor akalarimizga shu joyini yuborib qo'ysangiz ma'qul bo'lardi. Agar siz qorinni aylanasini o'lchagan paytingizda, juda ko'pchilik o'lchab ko'rish mumkin. Shu qorin aylanasini diametri 93 santimetrdan katta bo'ladigan bo'lsa, bu testosteron qonda kamayib boshlaganligini bildiradi. Shuning uchun qorin kattalashib ketishini oldini oling, hurmatli erkaklar. Bu videoni testosteroni kamaygan, jizzaki bo'lib qolgan hamda qorni bor akalarimizga yuborib qo'yishni unutmang. Sog' va salomat bo'ling.